Assalomu alaykum. Vaqt tig'iz paytda osongina tez tayyor bo'ladigan nonushta retsepti bilan keldim. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bismillahirrohmanirrohim deb idishimizga 300 mg qatiq, 1 dona tuxum, 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq shakar, 3 osh qoshiq o'simlik yog'i va choy qoshiqning uchida ichimlik sodasini solib yaxshilab aralashtirib, 550 g oliy navli unimizdan elab solib, qo'lga yopishadigan yumshoqqina xamir qorib olamiz. 400 g eriydigan sirimizga 1 dona tuxumni solib yaxshilab aralashtirib 3 qismga bo'lib olamiz. Bilaman qanaqa sir ishlatasiz deb so'raysizlar. Pirmilk Samarqand siridan ishlataman. Xamirni teng 3 qismga bo'lib, zuvalachali savolib 1 dona zuvalachamizni jo'va yordamida ozgina ullab ochib olamiz. Sirli koptokchamizni solib, videoda ko'rib turganinglardek tugib olamiz. Yaxshilab yopinglar, ochilib ketmasin. Teskarisiga o'girib, yana ozgina jo'va yordamida yoyib olamiz. 1,5-2 sm qalinlikda yoyib olamiz. Juda yuqa va juda qalin yoyib olmanglar. Tovamizni yaxshilab qizdirib, past olovda, yog'siz, quruq tovada pishirib olasizlar. O'girib pishirib olasizlar. Tez o'girib tursanglar, ichlari bilan sirlari erib pishadi. Pishib chiqishi bilan ustiga sariyog' surib yuborsanglar, yana ham yumshoq chiqadi. Ustini paket bilan 5-10 daqiqaga yopib qo'ysanglar, yana ham yumshoq bo'lib tayyor bo'ladi. Mana sirlari erib turadigan yumshoqqina mazali nonushtamiz ham tayyor bo'ldi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'ringlar.